kichiklar biz Buxoro viloyatidan qaytyapmiz. Hozir Navoiy viloyatida trassadamiz. Farhodjon do'stim ham kelyapti orqada mana. Mirzakamol o'rtada. Gapirib qo'ying Mirzakamol. Xudo xolasa mana yana 1-2 soatda Samarqandga yetib olsak, Dovud birimni bir ziyorat qilib chiqamiz-da. Samarqandda qolmoqchimiz bugun. Registonlar bir aylanib, kechqurun bir yana o'ynab kulib, jamda olib, ertaga yo'lga chiqamiz. Xudo xolasa kechqurunga kirib boramiz. Salomat bo'lasizlar. Biz yo'lga olgunga qarab ketyapmiz.